Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda Axborot 24 informatsion dasturi, dastur taqdimoti bilan studiyada G'olib Nazar Qurbonov. Xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan 19 fevral kuni Washington shahrida Tinchlik kengashining dastlabki yig'ilishida ishtirok etdi. Kengashning birinchi sammitida G'azo sektorini qayta tiklash va gumanitar yordam ko'rsatish, shuningdek, mintaqada tinchlik hamda barqarorlikni ta'minlash masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston yetakchisi nufuzli anjumanda nutq so'zlab, Tinchlik kengashining G'azo sektori bo'yicha faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston ushbu hududda turar joylar, bolalar bog'chalari, maktab va kasalxonalar barpo etishga imkon qadar hissa qo'shishga tayyorligini qayd etdi. Prezidentimiz xalqaro minbardagi nutqida barcha tomonlarning sa'y-harakatlari bilan G'azoni tez fursatda qayta tiklash uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishiga ishonch bildirdi. Washington shahrida yana bir tarixiy voqelik Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Donald Trump raisligida o'tkazilgan tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. Shuningdek, tadbirda Ozarbayjon, Qozog'iston, Bahrayn, Indoneziya, Argentina, Paragvay, Ruminiya, Misr, Qatar, Pokiston, Vengriya, Albaniya, Armaniston, Vyetnam, Kambodja, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Isroil, Marokash va boshqa davlatlar delegatsiyalari rahbarlari ham qatnashdi. G'azo sektorini qayta tiklash va gumanitar yordam ko'rsatish, shuningdek, mintaqada tinchlik hamda barqarorlikni ta'minlash masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston shu yilning yanvar oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning tashabbusi bilan tashkil etilgan Tinchlik kengashiga ta'sischi davlat sifatida qo'shildi. Bugungi global beqarorlik davrida tinchlik, osoyishtalik har doimgidanda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Turli mintaqalardagi mojarolar, ziddiyatlar kuchayib borar ekan, ularni bartaraf etish, nizolarni diplomatik yo'l bilan hal qilish borasidagi chora-tadbirlarga ehtiyoj kundan kunga ko'paymoqda. Shu ma'noda AQSh prezidenti Donald Trump tashabbusi bilan Tinchlik kengashiga asos solinganligi muhim qadamlardan biri sifatida baholanyapti. Ushbu kengash G'azodagi nizolarni to'xtatish va uning keyingi tiklanishi bo'yicha keng qamrovli rejaga asoslangan. Mazkur kengashning maqsadi qurolli to'qnashuvlardan jabrlangan mintaqalarda osoyishtalikni ta'minlash, barqaror tinchlikni o'rnatish va boshqaruvni samarali tiklash uchun zarur sharoitlar yaratishdir. AQSh prezidenti yig'ilishda nutq so'zlab, ishtirokchi davlatlar yetakchilariga minnatdorlik bildirdi hamda Tinchlik kengashining maqsadi amalga oshiriladigan ishlarning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratdi. Donald Trump O'zbekiston va uning rahbari Shavkat Mirziyoyevning xalqaro siyosat maydonida muhim o'rinni egallaganini alohida e'tirof etdi. President Mirziyoyev of Uzbekistan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham shu yerda ekanidan mamnunman. U mening do'stim. and a friend of mine. Janob prezident rahbarligida uning mamlakati jadal rivojlanmoqda. U bilan har gal uchrashganimda har qanday muammoni hal qila oladigan odam bilan ko'rishgandek bo'laman. Tinchlik kengashining ilk yig'ilishi G'azo sektorini tiklash, unga gumanitar yordam ko'rsatish, ushbu mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan. Shundan kelib chiqqan holda tadbirda G'azoni qayta tiklash strategiyasi va moliyalashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Qayd etish lozim, Oq uy rasman dunyoning 50 ta davlatini Tinchlik kengashiga qo'shilishga taklif qilgan. Tadbirda kengashga a'zo davlatlar yetakchilari, jahondagi nufuzli xalqaro tashkilotlar vakillari qatnashdilar. Yig'ilishda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Уважаемый господин президент Трамп, ваше превосходительство, позвольте выразить искреннюю признательность. Muhtaram Donald Trump janob oliylar, hurmatli summit ishtirokchilari. Avvalambor Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump janob oliylariga Tinchlik kengashining inauguratsiya majlisini chaqirgani uchun chin dildan minnatdorchilik izhor etaman. Hech shubhasiz, bugungi summit bu prezident Trumpning siyosiy irodasi va pragmatizmi natijasidir. O'zbekiston Tinchlik kengashini tuzish bo'yicha tinchliksevar tashabbusni qo'llab-quvvatladi va uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi borasida o'zining amaliy ishtirokini qat'iy bayon etdi. Ishonchim komil,
Kengash ishi G'azo mintaqasini iqtisodiy va ijtimoiy qayta tiklash uchun qulay sharoit yaratishga imkon beradi. Shu bilan birga G'azoning har qanday tashqi boshqaruv mexanizmi sektor aholisining so'zsiz ichki qo'llab-quvvatlashiga tayanishi lozim. Barcha tomonlarning muvofiqlashtirilgan sa'y harakatlari G'azoni tez fursatda qayta tiklash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga, mojarodan keyingi jarayonlarni barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Подчеркну, что Узбекистан готов внести посильный вклад в возведение жилых домов. Ta'kidlab aytamanki, O'zbekiston bu hududda turar joylar, bolalar bog'chalari, maktab va kasalxonalar barpo etishga imkon qadar hissa qo'shishga tayyor. Hurmatli do'stlar, ushbu sammit Donald Trump nomidagi Tinchlik institutida o'tkazilayotganida ramziy ma'no mujassam. Bizning uchrashuvimiz xalqaro birdamlik, tinchliksevarlik va Yaqin Sharqdagi vaziyatni yaxshilashga bo'lgan umumiy intilishimizning yorqin ifodasidir. Biz yangi G'azoni iqtisodiyoti farovon, aholi uchun munosib turmush sharoitlariga ega bo'lgan mintaqani barpo etish uchun ushbu tarixiy imkoniyatdan foydalanishimiz zarur. E'tiboringiz uchun rahmat. Благодарю за внимание. Tadbirda boshqa xorijiy mamlakatlarning davlat, hukumat va tashqi siyosiy idoralari rahbarlari ham so'zga chiqdilar. Yig'ilishda Tinchlik kengashining tarkibidan joy olgan taniqli siyosatchilar, davlat arboblari, olimlar, yirik xalqaro moliya institutlari vakillari so'z olib, mazkur tashkilotning faoliyati va bugungi davr uchun qanchalik muhim ekanligiga to'xtalib o'tdilar. Yig'ilish yakunida Tinchlik kengashi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi deklaratsiya imzolandi. Summit o'tkazilgan joyning o'zida davlatimiz rahbari Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi prezidenti Gianni Infantino bilan samimiy muloqot qildi. Shuning bilan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning AQShga amalga oshirgan navbatdagi tarixiy tashrifi nihoyasiga yetdi. Aeroportda davlatimiz rahbari va rafiqasini AQSh O'zbekiston Savdo palatasi raisi Caroline Lam va boshqa rasmiy kishilar kuzatib qo'ydi. Prezidentimiz Toshkentga jo'nab ketdi. Qayd etish lozim, mamlakatimiz yetakchisining global tinchlikni ta'minlash borasidagi nufuzli tadbirdagi ishtiroki O'zbekistonning xalqaro maydondagi mavqei yanada yuksalib borayotgani, global tinchlikka munosib hissa qo'shayotganidan dalolat beradi.